Yo, barchaga salom bolalar. Bugun sizlar bilan DLC Shomurodov kanali va bugun sizlar bilan DLC mod, ya'ni boshqacha versiya bo'lsa ham DLC modni ko'rsataman. Unda Husanov ham, Shomurodov ham bor. Ularni ham full qilsa bo'ladi. Tanga cheksiz do'stlar. Xo'sh, bu uchun mana YouTube'ga kiramiz. Kiryapmiz do'stlar. YouTube'ga kirib olamiz. Mening kanalim DLC Shomurodov kanaliga o'tasizlar. Mana do'stlar, mana bu bor tavsif. Mana bu yerda DLC 2026 mod yanani bosasizlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana shuni nusxalab olasizlar do'stlar. Mana shuni nusxalaysizlar. Endi chiqasizlar bu yerdan. Nusxalab olgandan keyin Telegramga kirasizlar. Telegramga kirasizlar. Mana Telegramga kirgandan keyin mana bu yerga do'stlar boyagi nusxalaganlaringizni yozasizlar. Voy, kirmadik-ku. Masalan, mana. Xo'sh, masalan futbol yo'q bunga emas. Xo'sh, do'stlar, qaysi yozsa bo'ladi? Hozir do'stlar, mana bu yerga kirib olasizlar. Xo'sh, bosasizlar bironta guruhga yo bironta o'zingizni ichganingizga saqlanganlarga kirdim. Xo'sh, yuborasizlar. Mana yuborildi. Ustini bosasizlar bitta mana. Meni kanalim chiqib keladi do'stlar. Mana bunday, mana. Do'stlar, mana Shomurodov full 100, mana Husanov do'stlar. Xo'sh. Ronaldo 2008 Prime, Messi 2012 Prime. Toni Kroos, mana Shomurodov ham bor. Do'stlar, mana shu yerda turibdi. Mana shu yerdan yuklab olasizlar. Xo'sh, mana bunday ko'rinishda do'stlar. 2019 ga o'xshaydi, lekin bu yerda Husanov bilan Shomurodov ham bor. Xo'sh, do'stlar, video shulardan iborat edi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xayr.